Assalomu alaykum. Farg'ona Biogomus Ekogomus hurmatli kuzatuvchilari, yangi upakovkalarimiz keldi. Yangi yozuvlarni ham bildirib oldik. O'sha ba'da aniq 13, 18, 20 NPKlarimiz. Keyin bu g'oz ko'k faqat seri idish bo'ladi. Plombali mana buni sertifikatli nimalari, yozuvlari, go'standart emblemasi, markirovkasi. Hozir endi tiga klientlarimiz bor. Mahsulotni o'zi quydik bularda. Mahsulotni quydik, endi qopqoq bilan upakovkalarimizni qo'ysak, mana etiketkalarni olib keldik. 10 litrli, 20 litrli, 10 litrli, 5 litrli, ishlarga hozir hammasini bularni qo'yishni boshlaymiz, xudo xohlasa. Bizni kuzatib turinglar. Inshaalloh xudo xohlasa boshladik. Klientlar kelishni boshladi. Xudo xohlasa ertaga 500 litr atrofida adguskamiz bor. Bizni kuzatib turinglar. Kunlaring xayrli bo'lsin. Zakazlar bo'lsa, xudo xolasa mahsulotlarimizni chiqarib beramiz. Inshaalloh.